O'smir qizlarning ginekologga bera olmaydigan savollari. Qizlarda hayz og'rig'iga chidash shartmi? Yo'q, agar kuchli bo'lsa, albatta shifokorga ko'rinish kerak. Hayz kechikishi har doim homiladorlikmi? Yo'q, stress, gormonal o'zgarishlar, kistalar sabab bo'lishi mumkin. Oqish выделение bu normami? Ha, agarda u yashil rangda bo'lsa, hidli bo'lsa, ko'p bo'lsa yoki qonli bo'lsa, bu norma emas. Qiz bola ginekolog ko'rigiga borishi og'riqlimi? Yo'q, umuman og'riqsiz. Qizlarda ham infeksiya bo'ladimi? Qizlarda ham bo'lishi mumkin. Qiz bolada intim qichish nima sababdan bo'ladi? Bu asosan to'g'ri gigiyena, allergiya yoki infeksiya sabab bo'lishi mumkin. Anjiloma faqat turmushga chiqqan ayollardami? Yo'q, hozirgi kunda qizlar o'rtasida ham juda ham ko'p, chunki u maishiy yo'llar bilan ham yuqyapti. Ko'pchilik qizlar buni bilmay qolyapti. O'shaning uchun ginekologga albatta ko'rinish kerak. Qiz bolada gormonal dorilar semirtiradimi? Agar to'g'ri tanlansa, kerak bo'lganda tanlansa, semirtirmaydi. Hayz paytida sportga borish mumkinmi? Agar yengil sport bo'lsa, mumkin. Qiz bolada hayzning ko'p kelishi xavflimi? Agarda juda ham ko'p kelsa, bu kamqonlikka olib kelishi mumkin. Qiz bolada kista o'zi yo'qoladimi? Kista turlariga bog'liq, ba'zilari yo'qoladi, ba'zilari yo'qolmasligi mumkin. Qiz bolalar ginekologga borishga nega qo'rqadi? Chunki atrofdagilarning noto'g'ri tushunchasi va qo'rqituvchi gaplar hisobiga qizlar ginekologga borishdan qo'rqishadi. Ushbu videoni qizi bor onalarga jo'natib qo'ying.